Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar, bog'bonlar, uzum ishqibozlari. Bugun biz Tojikistonda Sug'd viloyatiga kelganmiz. Bu yerda ko'rib, to'g'risi hayron qoldim. Xurshid akamizning ishlarini ko'pchilik bilar, ko'pchilik endi tanir. Xurshid akamiz bilan bir joydamiz, Tojikiston Regar shahridamiz. Akamiz bilan bir necha yillardan beri birga ishlaymiz. Endi hozirda biz o'zimiz alohida ko'chat qilyapmiz. Xurshid aka o'zlari alohida ko'chat qilyapti, lekin biz hali konkurent emasmiz. Bo'lmaymiz ham. Navbarot aksincha biz bir-birimizdan o'rganamiz, bir-birimiz xatolarimizdan bir-birimiz ya'ni o'rnak olib, dars olib hamkorlikda ishlab kelyapmiz. Bizda 3-4 xil, bizda 5 xil aka, 5 xil uzum navi bo'lsa, akamiz ko'rishlaringiz mumkin 18 xil uzum ko'chatlarini tayyorlab tashlabdi tojikistonliklar uchun. Bemalol Sug'd viloyatiga kelib, ya'ni Xo'jand shahri, bu Bobojon G'afurov nohiyasi. Kuriga Orom deyiladi. Shu joyga kelib bemalol tojikistonliklar mana shu 18 xil uzum ko'chatlardan olib ketsa bo'laveradi. O'zbekistonliklar ham kelsa bo'laveradi, olib ketsa. O'zbekistonliklar uchun bizda o'zimizda kanalimizda nomerlarimiz qo'yganmiz, Surxondaryo viloyatida qilyapmiz. Bu ko'chatlarimiz Tojikiston xalqi uchun. O'zbekistonlik akalarimiz ham kelib bemalol olib ketsa bo'laveradi. Akamiz telefon raqamlarini qo'yamiz. Aka, ba'dan keling endi. Ba'dan keling bir. Mana ko'chatlarni qarang, o'zi bir qarich o'sib qopti. Bu endi mana katta to'ydagilar 2 yillik ko'chatda, aka? Gap yo'q. To'g'risi, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ishlaringizni ko'rib, tasanno, ofaring, gap yo'q. Mana ayniqsa mana tomirlatishga qo'ygan ko'chatlaringiz yana boshqacha usulda qilibsiz. Tomiri vaqti zo'r ketibdi. Bir ko'rsataylik-da shuni tomirini. Bu qanaqa sort dedingiz? Bu Lamborghini. Akalar ko'chatni tomirini ko'rib qo'yinglar. Vafshi. Yorvarayishim bo'lib ketibdi-ku, qarang. Oppoq chim bo'lib ketibdi. Bu aka torfga nima aralashtirgansiz? Apilga. Taxtani qirindisa, apilga aralashgan. Taxtani. Bu endi ekilaydigan ko'chatlar. Bular ekilaydigan, xudo xolasa, mana. Haqiqatdan. Shu. Mashalloh. Shuncha bitta yaxshida qoldi hozir Lamborghini'miz, qolganini ekdik. Mana ular ham yana ekilaydiganlar. Bular hammasi ekiladi. Bular avatar. Aka, bu yerda necha xil sort, qaysi sortlarni aytib o'tsangiz? Bu yerda mana shu ko'rayotgan nimadagi doskamizdagi uzumlar. Aha. Avatar, Lamborghini, Velour, Manicure Finger, Isabella, Preobrazhenie, Velis, Kober, Shohona. Endi Kober bu taglik. Nima hamma biladi. Afrodita, BYD, Halloween, Red Globe, Simus, Asia, Staletti, Kishmish, Husayni. BYD'ni o'zingiz nom qo'ydingizmi? Sheriklar bilan Kelishib va kelishib va shakli BYD mashinaga o'xshab ketdi. shunday ya. Baraka Sir toping. qanaqa zumligi? Ichida urug'i bo'ladimi? Urug'i rudiment. Kichkina, Kichkina. rudimenti bo'ladi. Sir demang, bizda hech qanaqa sir saqlanmaydi. Mana iloji boricha mana akalarimiz, bizda obunachilarimiz biladi. Uzumchilikda bilgan narsamizni sizlarga ulashamiz. Mana o'tgan yili akamizni mana shu yerda qilgan bog'idan video qilgandik. Rekord darajadagi bog' deb. Ya'ni mana yerda mana koberlarni tayyorlab qo'ygan, ya'ni yovvoyi tak payvand. Uzumlar uchun yovvoyi ildiz. Shularni tayyorlab mana shunaqa holatda ekdingiz-a? Shu bog'dan bir ko'rsatsak. Nima deysiz? Hozir chiqib bog'dagi holatini ko'rsatamiz. Haqiqatan rekord darajada bo'lgan bog'ni ko'rasizlar va baho berasizlar. Ketdik. Xurshidga mana yana yangi tiplisa baqana. Bu xudo xolasa endi ko'chatchilik bo'lgandan keyin sal bizga kamlik qilyapti bu. Joy. Hozir mana kattaroq qildik joyini. Bu yerda yangi nima deydi? Nimalar bor? Yangi navlar, yangi proyektlar. Yangi proyektlar, xudo xolasa tagiga shu holatda ko'chat qilinadi, uzum ko'chat. Tepasini uzum qilamiz. Uzum ekiladi. Ko'chatxona kichikroq qilyapti. Mana yerdan yana katta ko'chatxona qilishibdi. Ham ko'chat yetishtiriladi, ham uzum ko'chat bir ekiladi, hosilni olinadi. Endi bir narsani ko'rsatdim. Yerda shu yerchi toshligida yarim metr tosh qaraylar. yarim metr qo'lab eladi. 3 ta bola eladi shuni. Ana uni. Buni eladi, shu ko'rgan bo'lsangiz, baribir 10 dolon chiqadi. Endi xudo xolasa bag'ini ham elab turib, toshini. Shunga ekmoqchimisiz, elangan? Shunga xudo xolasa ekaman. Turishi toshku. Yo'q, turish tosh emas. Haligi ko'bergan ekasiz. Shunday. Ana endi sizlar bog'ni ko'ringlar.
o'tgan yilgi bordim. Boshqa bir qaraydi, boshqa ekilgan uzumlarni. Yaqinroq kelib ko'rsating mana shu. Mana. Tosh ham turishi tosh. Ko'ryapsiz-a? Mana. Mana shu toshlikda ekilgan. Buni aka chuqurda kovlab turpoq solib ekkansiz-a? Yaqinroq kelib. Diametri bilan Qoloq holatda chuquriga keldi. Eski. O'sha hozirgi ko'rganimizdagi bir qarichlik ko'chada ekkansiz. Mana shu eski ko'chat ko'rinarmikan? Yo tagida qolganmi? Tagida qolgan. Bu endi sinib ketadi. O'sha ko'karib to kuzgacha bu tepaga chiqdi. Mana bu novdalar 2,5-3 metrgacha cho'zildi. Buni keyin kesdingiz. Kesdim. Endi payvandga mana tayyor. Hozir anadan ko'rsataman, payvand urgan joyimiz bor. Cho'paydi, qora novda qilgansiz. Qoraga qilgan. Qoraga payvand qilingan. Rosibcha ishimiz ko'payib qoldi. Endi buni qoraga, yashilga qilasizmi? Yo'q, yashilga qora qilasiz. Qora uramiz. Yashilga qora. Ha, ya'ni qalamchalar olib qo'ygan qalamchalaringizda mana bu qalamchalarni mana ko'karib chiqsa, ko'kka qora novdani payvand qilasiz. Shunday. Har bittasiga bittadan bo'ladi. Ha, esingizda bo'lsa o'sha video qilganimizda men aytdim, 4 tarafga mana shu natija bo'ldi. Oradan misol qancha vaqt o'tmasdan mana 10 kundan keyin hozir agar shuni biz mana o'zimizda sinadik-ku, ko'berga payvand qildik, hosil qildi. Agar shuni siz xudo xolasa payvand qilsangiz, bu avgust, sentyabrlarda mana shu uzumini pishiradi. Shunday, hosili bilan beradi. Shunday ekan, o'tgan yilgi tajribamiz. Bu yil xudo xolasa mana ko'rishlaringiz mumkin, ya'ni 1 yilda o'tgan yili may oyida ekkanmisiz? Mayda 1,5 yilda uzum hosilga kiryapti degani. 1,5 yilda. 1,5 yilda uzum hosil qilyapti. Xudo xolasa buni pishganini so'z isbot bilan bo'lsin kelamiz aka. Chunki buni etap-etap ko'rsatyapmiz. Bizda hech qanaqa sirlar saqlanmaydi. Ko'rsatamiz sizlarga. Boshqalar ham qism foydalansin. Xudo xolasa mana shuni mevasini kelib yeyish nasib qilsin, avvalo kelib ko'rsatamiz. Mana shular tak payvand do'stlar. Buni keyin aka mana tepadan payvand qilaman deyapsiz-ku. Pastdan ham qilsa bo'ladi. Pastdan ham qilsa bo'ladi. Nimaga endi aynan tepani tanladingiz? Tepa deganimki, endi tezroq hosilga kiradi. Misol hozir monetdan qilsangiz, hosil ola olmaysiz. Keyin yana bir plus tarafini men o'ylashimcha, mabodo sovuq bo'lsa ham bu sovuqqa boshqa uzumlarga qaraganda chidamliligi yaxshiroqmi? 28-30 gradus. 4 gradus, даже 5-6 gradusga ham bu balandroq. Shunday. Ya'ni qattiqroq sovuqqa chidamli, oddiy uzumlarga qaraganda. Agar mabodo tanani ursa, tepadan yana payvand qilsangiz tagidan masalan, bu yerda urib qo'yishi mumkin. Agar sovuq masalan uzumni ursa, buni urmasa, tepadan yana payvand qilish. Tagidan chiqarib yotmaysiz-ku, tepadan ulab qo'yaverasiz. O'sha asl maqsad o'sha bo'lgan. Tushunarli. Tepaga chiqarib payvand qilish. Keyin bu sxemasini hozir 3 ga 3 ekkansiz-a? Bu 3 ga 3. Bundaqasiga ham 3, bundaqasiga ham 3. Yo'q, mana 6, bu 3. Yo'q. Qarang-da, hozir mana ko'rsangiz, mana bu yerda mana bizda uzum bor. Men 3 ga 3 qildim. 6 ga 3 da oldim. 6 ga 3 edi. Endi ya'ni bir qator 6 metr edi, bir qatorimiz 6 metr edi. Mana bu qator mana o'zi eski o'sha o'tgan yilgi nimalarimiz turibdi. 6 metrga bittadan ikkita stalman o'rtasi. Keyin men oraga yana ektirdim. 3 ga 3 bo'ldi endi hozir buni sxemasi. Endi degani 3 ga 3 1 gektarga 1320 ta ko'chat ketadi. 1 gektarga. 3 ga 3 sxema. Keyinchalik shu daraxt qoladimi yo 1-2 yil hosil olib keyin siyraklasizmi? Yo'q, xudo xolasa qoladi. Qoladi. Endi bilasiz, o'sha donaksiz uzumlar o'tgan safar ham aytganman, o'tgan videolaringizda. Donaksiz uzumlar salqinda yaxshi ko'radi. Salqinroq bo'lsa yaxshi. Tagi toshlik uchun o'shaning uchun yaqinroq ekdiki, tezroq salqin. Namda ham ishlaydi. Shunday, namda ham ishlaydi. Keyin mana kapelni qilsiz, bu qoladan pastga tashlanadi, haydaguncha olib qo'yilgan tepaga. Yerda haydaganimiz uchun olib qo'ydik. Suv muammomi yoki kapelnida yaxshiroq suv ichadimi? Endi nima deydi, tomchilatib sug'organda o't kam chiqadi, ish kamroq boshqa joylarda o'tib ketmaydi. Misol suv ham ekonom bir taraf. Suv ekonom. Do'stlar, dehqonning mehnatiga qadrlagan holda like bosib qo'yinglar va mana shu videoni dehqon akalarimizga yuborib tashlanglar. Sog' bo'linglar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyada izohlaringni, fikrlaringni yozib qoldiringlar. Ishlaringizga rivoj. Sog' bo'ling.